Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun G'ul hujayra bankisi degan temada o'zimniki izlanganlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Agar diqqat qilgan bo'lsanglar, men yaqinda G'ul hujayra to'g'risida bir leksiya so'zlab o'tgan edim. Bugün ben o leksiyanın davamı qatarda G'ul hujayra bankisining nima ekanligi va uning maqsadi to'g'risida o'zimning biladiganlarini qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'taman. G'ul hujayraning qandaq bir hujayra ekanligini ancha bilmaydigan va yoki bu leksiyani texmi yaxshi tushunishni umid qilgan qarindoshlar oldi bilan G'ul hujayra to'g'risidagi mening oldingi leksiyarimni bir qitim anglab chiqsanglar bo'ldi. G'ul hujayra bankisi degan vaqtida u kelgusida ishiltish uchun vaqtning kindik qini va balog'atga yetganlarning qini va to'qilmalardan G'ul hujayralarni ayirib chiqib, ularni tuvan temperaturada saqlashni ko'zda tutgan bo'lib, u G'ul hujayralar G'ul hujayradan organ va to'qilma yetildirish, G'ul hujayra ko'chirish, zaxma va kasallarni asliga keltirish meditsinasi tadqiqotida ishlatildi. Ben oldingi leksiyada so'zlab o'tgandagidek G'ul hujayralar badandagi o'xshamagan tipdagi hujayralarga taraqqiy qilish iqtidoriga ega bo'lgan hujayralar bo'lib, ular orqali zaxmlangan yoki xizmat iqtidorini yo'qotgan hujayra, to'qilma va organlarni asliga keltirgili bo'ladi. Ular orqali har xil kasalliklarni davolig'ili bo'ladi. Undaqda navbatda G'ul hujayra bankisida saqlanayotgan G'ul hujayralarning asosli manbasi nima? Bu vaqtning kindik qini va bola amri. Bu vaqtning kindik qini va bola amridagi qon eng yaxshi G'ul hujayra manbasi bo'lib, ularda yalğız G'ul hujayra mo'l bo'lib qolmasdan, balki eng yosh va eng sog'lom G'ul hujayralar bor. Ham shundaqla ularga ega bo'lish oson. Hech kimga hech qanday zaxma yoki ziyon yetkazmaydi. Undan boshqa balog'atga yetganlarning qini, iliki va mayladimi G'ul hujayra ayirib chiqish mumkin. Amma bularda G'ul hujayralar kindik qini va bola amirdagidek mo'l emas. Ayirib chiqqan G'ul hujayralarning sonimi nihoyatda cheklik. U G'ul hujayralar nimalarga ishlatildi degan vaqtida u G'ul hujayralar kelgusida ilik kasalliklari, ya'ni sumakning ichidagi ilik kasalliklari, oqqon roki, qon kamlik, immunit kamtikligi va metabolizm qalaymiqanchiligini davolash qatorliqlarga ishlatildi. Undan boshqa miya paraliz, ya'ni palach va nerv kasalliklari bor bemorlarga G'ul hujayralarni ishlatib, ularni asliga keltirish tadqiqoti davomlashmoqda. U xil davolashning aloyligi bemordan ilingan G'ul hujayralar bilan kasal davolagan vaqtida davolashni bemorga xoslashtirg'ili har xil reaksiya va yaklashni eng yuqori darajada to'velatgili bo'ladi. Bo'libmi bak bemorning o'zidan ayirib chiqilgan G'ul hujayra orqali shu bemorni davolagan vaqtida davolash unumi texmi yaxshi bo'ladi va yaklash tuvan bo'ladi. Undaqda bu G'ul hujayra bankisi
qachon boshlangan, bu qachondan beri mulozimat qilyotdi degan vaqtida G'ul hujayra bankasininki tarixi kindik qon bankasininki taraqqiyoti bilan zich munosabatli bo'lib, tunji G'ul hujayra bankasi 1992-yili Nyu-York shahridagi qon markazida qurilgan. Bu kindik qinining qon ishlab chiqaruvchi G'ul hujayrasining muhim manbasi ekanligini tunib yetishda nihoyat muhim rol o'ynagan. Bo'libmi ilk taqdim qilguvchilar kamchil bo'lgan bemorlar uchun muhim bir qadam bo'lgan. Navbatda kindik qinini asos manba qilgan G'ul hujayra bankasi tez taraqqiy qilayotgan va kun sayin mukammallashayotgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylarida hukumat va xususiy banklar barliq kelgan. Xitoyda G'ul hujayra tadqiqoti yaqinqi 15-20 yildan buyon bo'libmi 2007-yili tunji bo'lib Xitoyning davlatlik G'ul hujayra boyliq markazi qurilgandan buyon nihoyat tez taraqqiy qilgan bo'lib, ular insonlarning to'ralma G'ul hujayra tadqiqotiga nihoyat zo'r mablag' salmoqda. Men oldin qitimqi leksiyada so'zlab o'tgandekdek, to'ralma G'ul hujayra yangi bir hayotning boshlanishi bo'lgan to'ralmadan keladigan bo'lib, to'ralma G'ul hujayraga erishish uchun dunyoga kelish oldida turgan u yangi jonliqni oxirlashtirishga, ya'ni uni yo'q etishga to'g'ri keladi. Shu sababdan ko'plagan davlatlarda to'ralma G'ul hujayra tadqiqoti bo'libmi insonlarning to'ralma G'ul hujayra tadqiqoti qattiq cheklimiga uchirmoqda. Ya'ni davlatlar axloqiy nuqtasidan chiqish qilib, insonlarning to'ralma G'ul hujayrasi tadqiqotiga nihoyat qattiq cheklim qo'ymoqda. Xitoy xalqarodagi u cheklimlarni o'ziga kelgan bir fursat deb bilib, insonlarning to'ralma G'ul hujayra tadqiqotida bo'sish xarakterlik natija yaratishga tirishmoqda. Yaqin kelgusida bu jihatda nihoyat biz tasavvur qilmagan ba'zi yangiliklar yoki tadqiqotlar o'tirg'a chiqishi mumkin. Bugungi bu G'ul hujayra bankasi to'g'risidagi qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Allah hammamizning bilimini mo'l qilsin, tenini salomat, ishlarini o'ngishli qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.